odamlar ta'lim olishlikdagi eng katta xatolaridan biri ilmlarni hammasini birdan ta'lim olishlikka urinish. Bu millatni fikrini chalg'itadi. Bir fandan ikkinchi fanga yarim yorti o'tib ketsa, birinchi fanni ham, ikkinchi fanni ham o'zlashtira olmaydi degan pedagogik usulni oldinga suradi. Men shu asarni o'qiganda mustamlakachi mamlakatlarni o'zlari bosib olgan mamlakatlardagi ta'lim tizimi qasddan qilinganligini kashf qildim. Ya'ni qasddan qilinadiki, masalan bizni SSR tizimidagi ta'lim tizimiga qarasangiz, hamma fan o'qitilgan. Hammasi shunday bo'tqa qilib o'qitilgan. Hammasidan o'qilgan, bitirgan odam bittasiga ham mutaxassis bo'lmagan. Ibn Xaldun aytadiki, taxassusni tanlash kerak deydi. Bir mutaxassislikda mukammal adabiyotni, ya'ni mukammal manbani o'qib bo'lgandan keyin ikkinchi mutaxassislikka o'tish kerak deydi.